Bittada o'xshab chiqadigan chakchaklarni birgalikda tayyorlaymiz. Tuxum, tuz hamda sodani yaxshilab aralashtirib olamiz. Elab olingan unimizni solib, qattiqroq xamir qorib olamiz. Ustini yopib, ozroq tindirib olamiz. Tinib olgan xamirimizni o'rtacha qalinlikda yoyib olamiz. Ustini yaxshilab unlab, xuddi videoda ko'rsatilgandek zigzag ko'rinishida o'rab, so'ngra maydalab kesib olamiz. Qozonimizni gazga qo'yib, yog'imizni qizdirib olamiz. O'rtacha olovda tillarang bo'lguncha qovurib olamiz. Xamirlarni iloji boricha yupqaroq qilib kesib oling. Pishib chiqqach 2-3 baravarga kattalashadi. Pishirib olgan chakchaklarimizga xohishga qarab yong'oq hamda mayiz solamiz. Ustidan issiq siropimizni quyib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qolip yoki idishga yaxshilab presslab 3-4 soatga muzlatgichga qo'yamiz. Eng mazali, yeb to'ymaydigan chakchaklarimiz tayyor bo'ldi. Bu chakchaklarni bemalol do'konlarga ham qilib topshirsangiz bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosib saqlab qo'yishni unutmang.